Bo'pti-da aka, lekin bu ekan. Bilasan, bu ukachimisan? Yo'q, aslman. Shu mahallam faoliman. Hammani besh-qo'lga bilaman. Siz bilan ham yaqindan tanishmoqchi edim aka. Ismingiz nima? Muhiddin ismim. Qayerda ishlaysiz? Tergovchimisan, nima qilasan, qayerda ishlaysan? Tergovchi emasman. Endi mahalla bir-birimiz yaqindan bo'lsa yaxshi-da. Kerak emas menga unaqa yaqinlik. Qo'ni-qo'shnichilik umuman toqatim yo'q. Yaxshi qiz keyin safar xayoli joyiga qo'ying, xo'pmi? Ey, qaysi bir liftda ushlab turibsan? Ha? Ana boshlandi. Qoching liftdan. Yana sanmi? Yaxshi. Qulog'iga gap kiradimi? Ha? Necha marta aytganman liftda o'ynamagin deb. Ha? Bu eshik buzilsa, pulini to'lashga qochasan. Keyin men to'layman, to'g'rimi? Shunaqami? Kim diffatila ushlab turgani yo'q. Sen yangi qo'shnimisan? Ha, yangi qo'shni. Sizlar Muhiddin. Endi yaqindan tanishib, podez qonun qoidalarini tutyapti. Ha, yaxshi. Qanaqa qonun